yeşillenen Jerusalem ikayalami Gil andolose hamnenami Zugan yeşillenen Davuyami Avikulana Buzoami Avikulana Gil andolose Zuhambenami Davuyami Avikulana Buzoami Avikulana Gil andolose Zuhambenami Gil andolose Gil andolose Gil andolose Zugan yeşillenen Gil andolose Gil andolose Gil andolose Zugan yeşillenen Davuyami Avikulana Buzoami Lavor 1654 Xitay devletinde işlep çıkarılgan 165-63'lü traktor. Bu traktorumuzda Vinçay zavodunda işlep çıkarılgan 6 porşullu turbinalı 2200 abarotlu 644 abiyon litrli motor bilen cihazlangan. Keyin hemme radiatorning oldi qismida intercooler, antifriz, konditsioner, maslenniy radiator hammasi oldinda joylashtirilgan. Bu yerda vozduk filtri suxoy bu traktorumuzda. Ko'rganingizda o'zi zavodskoy yuqoriga chiqqan vozduk filtrimiz. Traktorimiz galogen fallo bilan jihozlangan. Traktorchimizni kechqurun 360 gradusda bemalol yorug'likda ishlash imkoniyatini beradi. Bundan tashqari traktorimizning oldinda bor protivoyez toshi, qaysi balonunda protivoyez toshlari bor. Bu traktorimizning og'irligi protivoyez toshlari bilan birgalikda 8 tonna 300 kilogramm bo'ladi. Traktorimizning oldi peridoki o'lmas peridok, ya'ni reduktorli 3 shestrnali. Oldi baloni 480-65 28 lik diskada arka zadnimosi ichki bortovoy bilan jihozlangan. Arka balonning razmeri 665-38 lik diskada. Traktorimizning arka naveskalari o'zine yarasha baquvvat damirlardan ishlangan, so'm damirlardan. Bunda 2 silindr bilan jihozlangan. Silindr yuqori ham ishlaydi, past ham ishlaydi. To есть majburan bosib biladi. Plus tarafi plovishgan bo'lib ishlab beradi. Yangi aytib o'tganimizdek, zadnimos ichki bortovoy bilan jihozlangan. Bunda gidrovixitlari. Traktorimiz salon qismiga keladigan bo'lsak, rollari gidrolika. Bunda oldiga orqaga yuritadigan rever richak. Bu yerda ruchnoy gaz, zadniy vid kamera, skorost paket, tezlikni o'zgartiradigan 4 ta skorostli. Bunda arka naveskani ishlatadigan yuqoriga, pastga do konca bosib qo'ysangiz plovishchi bo'ladi. Bunda gidrovixtlar, bunda chiroqlarni boshqaradigan qismi, oldingi peridokni qo'shib ajratadigan richak, vomni 540 mingga o'zgartiradigan richak, ruchnoy tormoz, lyuk, jaluzi, magnitola и konditsioner mavjud. Traktorimiz aparati oddiy aparat, ejektora bas, korobkasi mexanik sinxron, rever richak bilan, to есть LD arka yuritadigan richak bor. Traktorimizning baki 355 litr sarelka oladi. Yana bir plus tarafi bu traktorimizda gidrobak отдельный, to есть korobka zadnimosdan olmaydi gidrobakni. O'zini отдельный gidrobaki bor. Siz bemalol leasing, pritsiyani naqd pul asosida sotib olishlaringiz mumkin. Ekran tagida nomerlarimizni qo'yib o'tamiz. Ushbu nomerlarga telefon urib bemalol tushunmagan savollaringiz bo'lsa, savollaringizga javob olishlaringiz mumkin. Videoni ko'rganlar bari shevamdan bilgan bo'lsangiz kerak. Biz hozir Xorazmda joylashganmiz, lekin bizning filiallarimiz butun O'zbekiston bo'ylab bor. Ushbu nomerlarga qo'ng'iroq qilib, qaysi viloyatdanligingizni aytsangiz, 5 daqiqa ichida size yakın filiallarimizdan menajerler o'zlari qo'ng'iroq qiladi size.